شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz bugun Sura Baqaraninki 187 oyatni o'qiymiz. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo Ramazon haqida va Ramazon kunlarida mu'minda hozirlanadigan bir xil sopliq, Alloh subhanahu va taologa yaqinlashish holatiga ko'ra mu'minning Robbiga yaqinlashish yo'llari, buning eng tavsiyalik yo'li shu duo va duoning xarakteri, mu'min duoga nisbatan qanday pozitsiyada bo'lish kerak haqidagi mazmunlar oxirlashgandan keyin yana ro'zning ahkomlariga qaytdik. Alloh subhanahu va taolo ro'zning ahkomlari tafsilotiga kirdi. Davatudu estaizu billah. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Oyatning qisqacha tarjimasini qilsak, sizlarga Ramazon kechasi ayollaringlar bilan aloqa qilish, ayollaringlarga yaqinlashish halol qilindi. Ular sizlarga kiyimga o'xshash, sizlar ularga nisbatan kiyimga o'xshash. Alloh subhanahu va taolo shuni aniq biladiki, sizlar o'zinglarga xiyonat qilasizlar. Bu qadar chingitib o'tilsa ahkomlar, chingitib o'tilinsa tabii sizlar had hududdan o'tib ketishinglar, o'zinglarni boshqarmasliginglar bu ahvol bor. U yüzden fataba alaykum. Alloh subhanahu va taolo sizlarga tavbani yo'l qo'ydi. Sizlar tavba qildinglar va tavbangizni qabul qildi. Sizlardan ilgari o'tgan xatoliklarning hammani afv qildi. Endi hozirgi hukm bo'yicha bashiruhunna wabtaghu ma kataballohu lakum. Ramazon kechalari ayollaringlar bilan yaqinchilik qilsanglar bo'ladi va natijada Alloh subhanahu va taolo sizlarga bitgan keyingi ishlarga sizlar mas'ul bo'lasizlar. Wabtaghu degani shuni izdanglar, shuni istanglar. Sizlar bu ishning oqibati, ya'ni natijasida Alloh subhanahu va taolo sizlarga bir mas'uliyat ato qiladi. Va kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Ya'ni tong oq siziq, qor siziqdan oydinlashganga qadar degani aniq tong otganligi ro'shan bo'lganga qadar kechida yeb ichsanglar, bu nima Alloh subhanahu va taolo sizlarga halol qilib berdi. Andan keyin ro'za boshlangandan keyin tong bilan atimmus qiyama ilal layl, ta kun patqanga qadar, kechiga qadar ro'zangni to'liq tutinglar. Sizlar masjidlar itikob qilayotgan vaqtingizda ayollarga yaqinchilik qilsanglar bo'lmaydi. Mana bu ro'za ahkomlarida Alloh sizlarga sizib bergan hudud, had. Bu hadga, bu chegirga, bu siziq yaqinlashmanglar. Allah subhanahu va taolo yuqoridagidek o'zining oyatlarini bayon qildi kishilarga. Buning hammasi kishilarningki xatoliklardan saqlanishi uchun,
Allah'ın gazabını keltiradigan işlardan saqlanish uchun. Oyatni qisqacha tarjima qilib o'tdik qarindoshlar. Allah subhanahu va taala ilgirki oyatda bayatni deganimdek duoning adablari, mu'minning duoga tutadigan pozitsiyasi, xarakteri qatorliqlarni so'zlab bo'lgandan keyin duo bilan Ramazonning favqulodda munosabati bor. Chunki Ramazondagi duo, Ramazon o mu'minning Allohga yaqinlashadigan eng muhim vositalarning birisi. Endi bugungi oyatimizda Allah subhanahu va taala ro'za jarayonida ayol o'tirdiki muomala adablari, buning ahkomlarini bizga izohlab beryapti. Endi Qur'oni Karimdan diqqat qilsak, shu temalar o'zaro bir-biriga kirishgan shaklda bayon qilinadi. Masalan, 3 kunlik darsni, bu darsimiz oldingi va uning oldingi darsini misolga olsak, ro'za haqida ketayotgan, o'tirg'i duo masalasi tilg'alingan, undan keyin ro'zaning ahvoli davomlashayotgan. Ilgirki darslarimiz shu temalar o'zaro bir-biriga azroq munosabat bilan bog'lanib kirishib keladi. Bu nima uchun desa, o'sha bizga bir signal, bizning diqqatimizni bir tortish, ya'ni din bir butunlikka ega. O'zaro bir-biri bilan chang bog'langan. Bu buni tortib chiqadi, bu buni tortib chiqadi. Onun ahamiyat bir bunu qo'yib qo'yish, buning ahamiyat uni qo'yib qo'yish asla yo'q dinda. Din insonning barcha alohidliklarining, barcha iqtidor, barcha hujayralarining hammaga xitob qiladi. Insonning butun ahvollarining hammaga xitob qiladi. Qanaqdir bu ma'noga alohida ahamiyat berib, buni qo'yib qo'yilgan, ma'noning hisobiga, ma'noga ko'ngil bo'ladigan ahvol asla bo'lmaydi. Dinning xarakteri bu. Bu yüzden ayetler, ahkamlar, bir-birisiyle temalar, mazmunlar kirişken şekilde, yani aralaşkan şekilde azraq münasebetler bilen yeni bir mazmunlar qısturulup bayan kılınışının sebebi şu. Hem de ayetinin özüge kelsek, ayetinin 5'i qılam qarasak, sizlarga Ramazan keçileri ayollarınlarga yaqinlashish halol qilindi deganning o'zi, ayetning 5'ideki bizga nimani ifodalaydi? Bu haramdi degan gap yani. Dastlabda Ramazon kechasimi ayolning yaqinlashishi harom. Endi mushu ish ayollar bilan yaqinlashish normalda Ramazonning o'zida harom. Chunki ro'za deganni biz nima tushundirgandik ilgirgi darsimizda, ro'za degan kunduzda odam o'zining havasidan, mayli u qo'soqning havasi bo'lsin yoki ayol o'tirdiki havaslar bo'lsin, buningdan yig'ilish degan to'q. Ramazon kunduzda u qadi to'g'ri emas kerak. Ammo ma oyatning ifodasidan biz bu yer bir narsani tushunib olsak bo'ladi. Ya'ni xuddi mush oyat tushishdan ilgari kunduzimi harom, kechasimi harom ayollar bilan yaqinlashish. Amaliyotda mushani oladigan yakunimiz hamda bizning Ramazonda mush oyat tushishning oldida Ramazan bomdod, yani tang etişilen quyosh patqanga qadar davomlashadi. Hozirgiga o'xshash, dastlabki davrining gapi. Ammo kecha va kunduzda ayol o'zaro qana qilish yo'q, yiqilish yo'q. Ayol munosabati kechsimi harom, kunduziga harom, kechsimi ham harom. Faqat quyosh patqan vaqtida iftor qiladi, tamoq yeydi. Xubdan namozdan keyin uxlab bo'lgandan keyin kela qatimliq iftor qilib bo'lguncha tamoq yeyish harom. Men aniq tushunchiq bo'ldi-ku deyman. Masalan, bugun ro'za tutdim. Sham namozi bilan iftor qildim. Tamoqni yeyman. Xubdamgacha yeyish huquqim bor. Xubdamni o'qidim. Shuna uxldimmi? Kecha boshlandi degan gapni xubdam o'qidik degan gap hisobda. Shu kecha bilan tamoq yeyish to'xtatilgan, so'g'irlik yeyish yo'q. Atsi iftor qilgan chaqsa tamoq yeyilmaydi. Dastlabki ro'zaning ahvoli bu. Sahobalardan nurg'un shikoyatlar kelgan. Chunki taqit etmaydigan bir ahvol bor bu yerda-chi. Rasulullohning qashig'iga kelib, masalan, oilamga kelsam, tamoq tayyor qilmabdi ekan. Masalan, iftorga demakchamdi. Men uxlab qopdim-a, uyg'onsam tamoq yeydigan vaqtim o'tib ketibdi, masalan, xubdam vaqti bo'lib qopdi degandek gap. Shuni bilan
tamaq iş to'g'ri bo'lmagandan keyin xubdamdan keyin saat deganmi so'hirliq deydigan ish yo'q dastlabda. Sal japa tatib qoldim. Degan bir ahvollar var Rasulullohga, sahobalarning ichidan. Bu yerda mush oyatda, men bayatni degandek islomning dastlabki davrida, dastlabki mush Ramazon farz bo'lgan dastlabki davrida bo'lgan mush ikki ahvolga qarata, mush ikki ahvolni Alloh halol qilgan. Birisi kechsi ayol munosabati. İkincisi yemek içmek, kechki yemek içmek meselesi. O mesele şu ayetinin ahirdeki kulu ve şrebu hatta yetebeyyene lekumul haytul abyad minel haytul aswad minel fajr degan ayet olan kechsi tamaq yeyishmi halol qilingan. Yani normalda kechda sham namozi bilan iftor qilsak, shu vaqtdan tatib taki soğurluqqa tang atqanға qadar hesapta. Tang atqan qadar tamaq yesek bo'ladigan bo'ldi. Uxlab qolsak, masalan, normalda taravih namozini o'qib uxlaymiz. Kechida qiyam qilmagan ahvol ostida uxlaymiz. Uxlab qopab, tangning oldida tamaq yeymiz. Tang atqani hamon imsak vaqti kelsa to'xtaymiz. Bu keyingi oyatdan chiqqan keyingi ahkam. Ammo dastlabda unda emas degan gapda. Unda emas degan gap. Bu muamdi Müslümanlığa birilgen bir ruhsat süpütide bayan kılınan ayet. Xuddi ilgirki ayette Ramazan ruhsası hakkında ahkam kilip kisel bilen musafir Ramazan ruhsasını başka vaqt tutsa bunu da bir ruhsat bayan kılındı o. Mayadıma Ramazan'ın ahkamları ile billa ne bayan kılındı? Ruhsat bayan kılındı. Yani iki xil ruhsat. Birisi Ramazan'ın keçileri her ayal münasebetinden halal kılınışı. Yani birisi Ramazan'ın keçileri tamaq yese buluduğanlık. Endi mishada gapimizga qarag'an vaqtda dastlabda biz degandek hozirgi oyatda bayon qilingandek emas. Shu kechda namozshan bilan xubtamning oraliqida tamaq yeb olsa, atsi shu vaqtda tamaq yemaydi ekan. Masalan, ayol mayli kunduz, mayli kecha yiqildish to'g'ri emas ekan. Bir mahal shuna surgan bo'lishi kerak. Nima uchun keyin masalan dastlabdan boshda kamay bunda qilgan desa, musulmonlarga nisbatan taxfifni his qildirish. Nurg'un muxolifatchiliklar, ya'ni qarshiliklar yuz berdi. Qarshilik deganimiz xiloflik qilib soldi ba'zi sahobalar. Alloh subhanahu va taolo buni hammani qana qildi, kutadi. Bu yerda ayolning o'ttiridagi munosabatining naqadar inchki, nozuk bir munosabat ekanligini qo'shib tilga oldi. Hunna libasul lakum mush oyatning o'zida, ya'ni bugungi oyatimizning o'zida shu haqda qanday mazmun bor? Hunna libasul lakum va antum libasul lahum. Kiyim sifatida misol shaklda davatudi. Ayollar sizlarga nisbatan kiyim, sizlar ularga nisbatan kiyim. Ana bu yerda buni har xil izohlash mumkin, ammo menga bo'lgan munosabati ayol meyli tini yoki ruhi olsun birleşip ketken bir gavdi hesaplanıdı. Onda olganlıkın tabii ki alimallahu ennekum kuntum tahtanun anfusakum. Sizler bununla bulanmayızlar, bununla ciddiyanmayızlar. Çokum bir yerde xilaflık kılış ahvalı yüz berdi. Allah bunu biliyordu. Yani tahtanun anfusakum'nın özü ne dediyse insan ayal şunda cismani, manevi cihati birleşip ketken bir ruhga aylanıp ketken ki sizler bulanmayızlar. Sizler takabül turanmayızlar onunla. Bu iniq. Ettikendin keşkçe onundan ayrı şekilde turanmayızlar. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge qana qildi, tahfif, yengillikni düşürdü. Bu Allah'ın sizlerge bergen fezli, bunu bir eslanla bunu bilin da Müslümanlarga bunu his qıldırış için bu şekilde bayan qılındı. Qarasak mesela nurg'un ruxsatlar var. Bu ruxsatlar bazı ahkamlar bilan qo'shib kelsa, bazı avval yo'lga qo'yilib, ondan keyin tahfif yengillitilmiş şekilde qana qilyotidi, bayon qilyotidi. Allah mesela bu oyatda yengillitilmiş şekilde halol qilindi, qilsanglar bo'ladi, hozir amdi
Ayaga ayatning o'ziga qarasanglar, fal'an bashiruhun endi bunda qilsanglar bo'ladi degani, bundan ilgari anda emasdi. Alimallohu annakum kuntum tahtanun anfusakum. Sizning buningga xiloflik qilishinglarni Alloh subhanahu va taolo biladi. Bu yerda bir xil Allah subhanahu wa ta'ala'nın inniq merhametini insonga qanaq bildirish. Chunki agar ashta qilmaganimiz tabii bizning xiyonat qilganligimiz, tabii qizilsizlikni o'tkazganligimiz aniq. Masalan, Umar radhiyallohu anhu payg'ambarning qishiga kelib degan: "Ya Rasululloh, mana hadisning labzi bu yani, zahabtu kama yazhabu shab." Bunalaqi bizning tilimiz bo'yicha tushundirsak, men kichik balaning ishini qilib qo'ydim deydi yani. Yani ayağıma yıkılışıp saldım deyen gapta. Yeni birisi kelip bayatını dıdık bir edesini. Benim kuskan bek içip bek çarjap kettim mesela. Çünkü keşti tamak yemmedi. Yani uxlap gelip tamak hazır olmay. Oyganğan vaqtida o tamak yediği vaqt ütüp gitip qalğan. Tısıgıcı hesapta bu 2 gün tamak yemegen bunu demdi bu. Bu ahval geldi. Bu ahvallar yüz bergenden keyin bu ruhsat şekilde müminge nisbeten resmi Allah bizge emir şefkat kıldı. Anda qılmagan bolsun tutmay amal yok yani. Çünkü buyruq. Ama Allah'ın ma şekilde bunçula vaqala yoki bunçula yüz bergen işlardan keyin buni akilish bizga nisbatan bir xil yani Allah subhanahu va taoloning fazli marhamati yengillashtirishiga qarata tashakkurimizni bildirish. Buning o'zini yana bir ajr, yana bir bandichilik ifodalanadi bu yerda. Endi hisobda oxirgi natijada oyatning kelgan natijasida biz kunduzda meyli qo'saq, meyli jinsiy havas bularning hammasini yig'ilamiz. Ama keçsiz Allah subhanahu wa ta'ala bu ikkisini bizga halol qilib berdi. Mana bu yengillashtirish, bu ruxsat ma'lum endi siziqdan o'tib ketish, xiloflik qilish ahvollaridan keyin bo'ldi. Buning hammasi yana tekrar davatimiz Allah subhanahu wa ta'alaning insonning sharoitini, insonning ojizligini nazardan saqit qilmaganlik qarta bizning tashakkurimizni bildirish masalasi. Boshqa oyatda uhilla lakum laylatas qiyam rafatila nisaikum. Halol qilindi. Rafas degani qanday shaklda olsun ayoldan huzurlanish, mayli muqaddimasi olsun yoki ayol munosabati olsun. Chunki ayol shunday bir maxluqki, shunday bir munosabat borki bu ikkisini o'tirida tan va ruh birleşip ketken bir gavda. Hunna libasul lakum ulasligi kim? Sizlar ularga kim? Bu şekilde ifodalandı bu holatni. Ayol o'tirida bu qadar muhabbat va yani. Bu qadar mehr shafqat va. Endi mushada yana biz men ro'za munosabati bilan bu gapimni dedik. Undan ayirib turib, ayrim bir tushuncha olsak, Alloh bu yerda oilaning ichining qanday bo'lishini o'rgatadi bizga. Ayol munosabati xuddi ba'zi g'ayrimuslim rayonlardagidek aldım, taqdim deb munosabatni bog'lab qo'ydigan belediyaga berib, masalan, mahalla komitetlarga berib tizimlitib qo'yaptilar. O'zining ishini qiladigan, ayol o'zining ishini qiladigan, umi o'zining kayfini boshqa yerga chiqaradigan, bumi o'zining kayfini yo'q, bu ayol oila munosabati tan ruh birlashgan. Ya'ni birsidan bir yarım gün mu hatta, yoki bir gün mu hatta ayrım şekilde turuşqa bardoshlik berilmaydigan bir holat, bir oila muhiti, bir ayol munosabatining bo'lishi kerak. Chunki Allohning kalimasi bilan ayolni halollab olgan bo'ladi. Ayol o'tirdiki ahdi misoq, ayol o'tirdiki kelishim odatdagi kelishim emas ekanligini. Buni Alloh subhanahu va taolo bizga o'rgatyapti. Ya'ni haqiqiy aile, haqiqiy Allah'ın irade qilgan ailesi bu şekilde buludu. Birisi-birisinden ayrılanmaydigan şekilde. Ko'nglisi qo'ygan, ko'nglisi uçmaydigan, u buni ko'z bezar oldigan bu ya onda emas. Bir gün mü bulanmaydigan, bir gün mü o'zini tutib olmaydigan derecede bir xil muhabbatlik, illiq bir aileni Allah subhanahu va taolo bizga imo qilyapti bu yerda. Aile bunda bo'lishi kerak deyapti. Birisizlar kiyimga o'xshatyapti birisi-birisiga. Ayolning kiyimi. Yani ayol erning ichiga kirdi. Ayol erning kiyimi, ayolning ichiga kirdi. Bunda tushunsak-mi? Yoki ayol bir-birisini yo'gaydi kiyimga o'xshash. Bu bir
almashtirilma alet. Nuqul bu bunu ögümeydi. Bu bunu ögeydi, o bunu ögeydi. Nuqul bir taraf yeni bir tarafdan ögümeydi. Bak iki taraf birisini ögeydi. Yani bunu başka tarafga tasak yeni bir hukumlar çıkıyordu ki ayal şunda bir muhitki, şunda bir küçük cemiyetki birisini başkalardan ögeydi. Ayal arqılıq özünün pakaltını saklaydı. Ayal arqılıq özünün ipini saklaydı. Bunun tehtiği kirdi. Ondan başka, o bir küçük cemiyetki bu cemiyette yüz bergen her kandak bir işini. Ayal oturdu ki her kandak bir işini, çok küçük. Mı sırtqa yaymaydı, ayal mı sırtqa yaymaydı. Peygamber Aleyhisselam bu noktadan ailedeki ayal oturdu ki bu vaxtın sırtqa yeyiş, başkalar onu deyiştin, qattiq eskertken. Bularning hammasi ayollik turmushining qanday bo'ladiganligini Alloh subhanahu va taolo bu oyat bizga deb beryapti. Shuning tahtiga daxil bularning hammasi. Ya'ni bu yerda xuddi ayol o'tirdigan munosabat, ayolga kim, ayol erga kim, bular bir-biridan zada ayrıla olmaydi. Xuddi inson kiyimsiz turolmaganidek, kiyimsiz yurolmaganidek, ayrılanmaganidek bular ayrıla olmaydi. Bu yüzüden bularning o'tirdigan munosabatni uzib o'tish uzun mezgil. İnsan acizlik qildigan masala, inson bunga bulanmaydi. Allah şu yüzüden Allah subhanahu va taala bizga fazli marhamat qilib, rahmat qilib, kechsa o'tirdigan munosabatni halol qilib berdi. Demak, taxtanuna anfusakum, sizlar xiyonat qilasizlar. Tabiiy ish. Çoxum 101 iş bu. Ayol madam illiq ailan bo'ladi ekan, Allah irada qilgandek bir oila qurilishi bo'ladi ekan, bu yerda çoxum o kechsimi, kunduzimi ayolga yaqinlashma desa, o xil mehr muhabbatlik ayol hergiz bulanmaydi onunga. O yüzden oyatning oxirida deydi, "Va ta'alaykum." Şunu keçirvetdi deydi Allah subhanahu va taala. Çünkü insan bunu bulanmaydı. İnsan bu halqadan ötemeydi bu halqadan. Endi bir şeyde tövbe badi degan her qanday bir mazmun kelsa Qur'onda bu 3 bosqichliq bo'ladi esaningizda bo'lsin. Avval tövbe qil, ya'ni tövbe qilsang bo'ladi deydigan ruxsatni beradi. Ondan keyin tövbe qiladi, undan keyin qabul qiladi. Mush uchi shakllanganda tavba alaykum, ya'ni Alloh sizlarga tövbe badi degan ma'no shakllanadi esaningizda bo'lsin. Agar mu'min tövbe qilmasa tavba alaykum bo'lmay, qanaqdir tövbe qilmaydan Alloh ularga tövbe beradigan ish yo'q. Allah'ın tövbe bəgücü, tövbesini qabul qılğıcı degan ma'nolarning hammasi şu 3 bosqichni o'z ichiga oladi. Tövbe qilsang bo'ladi, mu'min tövbe qiladi, qabul qiladi. Qur'ondagi Alloh ularga tövbe berdi degan ma'no ana shakllanadigan gap. Undan keyin wa'afa ankum afu qildigini ilgari yuz bergan ishlarning hammani yok hesapladı degan gap, yani butunlay o'chirib etdi. Buning o'zi oyatdiki biz ruxsat Allohdan yengillatishdan iborat bu ahkomlarning aniq aks etgan bir tarafi. Bizga ruxsat oldu ya, bizga yengillatib berdi ya Allah. Buning aniq ifodasi olsa bizdan ilgari o'tgan ojizligimiz tufaylidan xatoliklarning hammani yo'q qilib etdi. Afa butunlay afu qildi degan ma'noda. Ondan keyin oyatning oxirida fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballohu lakum. Endi hozir munosabat bo'lsa bo'ladi. Va wabtaghu ma kataballohu lakum. Alloh sizlarga bitgan ishlaysiz bo'lsin degan gap. Ma'ni bir nuqta alayda muhim nuqta. Ya'ni insonga Alloh subhanahu va taolo dunyoda bir huzur berdi insonga. Ammo bu huzurining natijasida keladigan bir ish bor. Bu sizlarning zihniyatingizda bo'lsin. Sizlar buni zikirlaringizdan chiqarmanglar. Yani bu xil uçuruş orqali ikki xil natija keladi. Birisi iffat. Ermo o'zini saqlagan bo'ladi ayol bilan. Ayolimo orqali o'zining iffatini saqlaydi. Bu ahvol. Yani bu shakllanmasa hech bir ahamiyat olmaydi. O'zining ayoli bilan qanoat qilib iffatlansin, ko'zini boshqalardan yig'sin, yomon niyatini boshqalardan yig'sin. Ayolmu orqali o'zining iffatini saqlasin, sirtqa qarmasin. Bu shakllanish kerak. Vabtaghu ma kataballohu lakum. Mesela ikkinchisi
Muşu er ayollik munosabatdan chiqadigan tug'ut. Chunki munosabat bo'lgandan keyin bir tug'ut deydigan bir gap bor. Bola bo'ladi. Sizlar buni asdan chiqarmasliginglar kerak. Bu ikki natijaga hozirliqinglar bo'lsin deyotdi. Mana bu munosabatni er ayol o'tirdiki, bu munosabatdan asosiy maqsad bo'lgan taraf. Birisi iffat, yana birisi bola. Ya'ni er ayol o'tirdiki, bu pak munosabatdan bir pak natija chiqadi. Qana pak natija? Er pak bo'ladi, ayol pak bo'ladi va avlod pak bo'ladi. Avlod pak kelgusidagi bizning izbosarlarimizning pak bo'lishi dal mush munosabatdan boshlanadi. Dada pak, ana pak va kelgusidagi bu ikkisining o'tirib keladigan bir avlod u pak bo'ladi. Uch taraf pak bo'ladigan gap. Bu asosiy maqsad. Ya'ni kishi mushu paklik shakllangan vaqtda o'zining bolalari haqida shaklanmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda insonning bir butun dada, ana va bola. İnsan degan bu uch narsani tarkib topadi, inson oldi bo'lsin. Har qanday inson dada, ana, bola. Menmi shu, ya'ni birisi shu, u shu. Har bir odam kichik vaqtida dadasi, anasi o'zi, cho'ng bo'lgan vaqtda o'zi, ayoli, bolasi. Ya'ni bu uch naqd bo'ladi. Uch tarafning hammasi pak bo'ladi. Tug'ilgan bolaning hammasi dadasiga tava bo'ladi. Dadasi uning mas'uliyatidan qochmaydi, chunki huzurini o'zi ko'rgandan keyin uning mas'uliyatini o'zi ado qilish kerak. Qanaqdir halvani hakim yap, yana bir narsaning ustiga erishning majburiyati yo'q. Bu boshqalarning ziminiga urusab qo'yib, uning jafosini boshqa tortadigan ish yo'q. Kim nima ishni o'zi qilgan bo'lsa, nima ishni boshlagan bo'lsa, oxirgi natijasi ega bo'lish kerak. Dal shu vaqtaqo ma kataballohu lakum. Mana oxirida er ayol munosabatidan ko'zlangan bir muddao va u o'simi er ayolning iffati va kelgusi avlodlarning iffati. Avlod deb bir gap bor. Avlod hammasi ko'zing oldin, nazaring oldin saqit bo'lsin. Bu kallang oldi bo'lsin deyotdi. Hisobda xulosalab akalsak, mushu xil munosabatdan bir jamiyatning pokizligi o'ttirg'i chiqadi. Shun payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadisda sizlarning biringlarning qando'g'an havisining o'zimi sadaqat deydi. Sahabalar hayron qoladi. Yani bu ya hadikum sadaqa deydi. Sahabalar hayron qoladi. O'zining havisini qandasimi ajrlan. Tabiiyki depaqinglar agar havisini haromdan qandasichu, gunoh olam deyapman. Doğandan keyin buning aksi bo'lgandan keyin tabiiy buningga ajr oladi. Oddiy ish emas bu bir havas qandir. Agar buni inson tushunsa, birdamlik havasdan keyin uning nurg'un mas'uliyati bor va u yerdan chiqadigan go'zal natija bor. Har kishining pok bo'lishi, takrar davatimiz bu gapni. Ayol kishining pok bo'lishi va avlodlarning pok bo'lishi. Shunga u muqaddimasidagi shu ishga ajr oladi deyishning sababi buning orqasida bir bo'lib mas'uliyatlar o'tirib chiqadi. Yani oyatning oxirida yana biz oyatni tutuq-ku, bu oyat bizga ikki narsani, ikki xil ruxsatni o'tirib qo'yib berdi. Birisi kechsidagi er ayol munosabati, yana birisi kechsidagi tamoq yeyish. Shu mazmun yana davom qilyapti. Kulu vashrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Ya'ni tong, aniq oq qarsi oydin bo'lib bo'lg'ich. Oyatning o'zida kelganini ayni tarjima qilsak, oq yip qor yipdan ayrilganga qadar deb yip degan shaklda ifodalaylik. Bu kinoyi shaklda. Sahabalarning ichidan ba'zi Adi ibn Hatim masalan Rasulullohning qashqiga kelib, Rasulullohning qashimda ikkidan yip qo'yib, ikki yip ko'zimga oydinlashgan oq ip bilan qarayibni farqlandirgudek bo'lgan chaq qadar tamoq yedim dedi Rasululloh. Tushunmabsa sauni dedi. Innakal aridul qaffa dedi yani. Tushunmabsa sauni dedi. Va dedik oq ip qarayib degani, tongning otqan siziqini ko'rsatdi. Ya'ni tongning otqan iqi kechining qorong'usini ko'rsatdi yerda. Rasulullahning davrida ikki azan bo'ladigan. Birisi Bilalning azini, kechisi azan o'qiydi. Bu Bomdodning azani emas, bir eskartma azan. Ikkinchisi Abdullah ibn Maktumning azini. Rasululloh Abdullah ibn Maktumning azanini anglasanglar, andan to'xtanglar deb sahobalarga bu shaklda o'rgatgan. Yani bu oyatdagi shu tong otqanga qadar yeyish-ichish to'g'ri. Oyatni davom qilaylik. Allah subhanahu va taolo da'vatida "Thumma atimus siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Hamda ilgirki oyatda tushungan to'q, kechisi munosabatda bo'lish ro'zg'a daxlisi yo'q. Ammo
masjidda kechasi munozat qilsa ro'zaga daxlisi yo'q deb bir hukm umumiy shaklda bayon qilindi-ku. Ammo buningmi bo'lmaydigan bir tarafi bor. Ya'ni masalan inson itikob qiladi masjidda Ramazonning oxirgi 10larida va boshqa vaqtlarda kechasi munosabat chatoq yo'q deb masjidning adabini saqlamasa qolmaydi. Masjidning o'zgarishli bir adabi va etikobning o'zgarishli bir adabi va Alloh subhanahu va taolo ma oyatini deydi, sizlar etikob qilgan vaqtlarda masjidda u vaqtda ayollikni kelmaysizlar. Ro'zini atdigan tongdan kech quyosh botgan qadar tutsizlar. Etikob qilayotgan vaqtda ayollikni kelmaysizlar. Chunki bu masjidning adabi, etikobning adabi. Rasululloh bu etikobni Ramazonning oxirgi 10da bizga sunnet shaklda o'tirib qo'yib bergan. Etikobni balki hammalar bilasizlar, Payg'ambar alayhisalom buni Ramazon oyining oxirgi 10da muqim shaklda qiladi, masjidda qilinadi. Ulamoning ba'zi qarashlar masjidning boshqasida qilsa bo'ladi, Ramazonning boshqasida qilsa bo'ladi degan har xil ko'z qarashlar bor. U bizning asosiy bugungi temamiz emas. Ammo bugungi temamiz ro'za munosabatlik ahkomlarning ichidagi bizga qo'yilgan ruxsatlar va cheklamalar. Munosabat o'tkazsang bo'ladi, ammo itga qilgan bo'lsang masjidda u vaqtida bo'lmaydi. Shu masjidda itga qilayotgan vaqtimizda birinchi ahkom ayol yiqilish qolmaydi. Undan boshqa masjidda itga qilgan vaqtimizda dunyo ishlaridan hech qanday ishni qana qilmaymiz, so'zlashmaymiz. Chunki etikobning maqsadiga qaragan vaqtimizda etikob men dunyodan butunlay judo bo'lib, ma'lum mazgil butunlay zehnimni dunyo ishlaridan o'zib, Allohning baytida Allah üçün bir minutlarımni, vaqtlarimni ajirtma deydigan bir xil narsa bu. Ya'ni so'rab akasan etikop bilan g'ayri etikopning hech nimasi yo'q, ahamiyat olmaydi. Masjid qudsiyati va hurmati va o'rin, mahremiyati va o'rin. Masjidning o'zguchilik bir mahremiyati va. Masalan, Payg'ambar alayhisalom masjidda yo'qolib ketgan narsani izlagan odamga ta'tir duo qilgan. Alloh qaytarib bermasin buni. Masjid buning uchun qurilmagan. Masjid bunda ya emas deb mana duo qilgan Rasululloh. Chunki masjid xos o'rin. Shunga dunyoning ishlarida masjidda so'lashgan odamga nisbatan ta'tir duo qilsak bo'ladi. Degandek olmasin, unda olmasin, foyda olmasin degandek. Chunki masjidga biz ibodat uchun kelamiz. Amaliyotda masjidga kirib Alloh subhanahu va taolo bilan munojat qiladigan, zehniyatimizni dunyodan ajratib turib, Alloh bilan yolg'iz qoladigan bu vaqtimizda yine şu dünyani so'rab akilish bu mantiqiga uyg'un emas. Sahabaning bir ulgulik bir ishi var. Biz dunyo ishlarimizni oyoq kepishlarimiz bilan birga selavetib kiritdik eshikning qashida deydi. Yana bir sahaba bunga gap qo'shib deydi, "Yo'q, bizning hatto daraja, martaba, sharaflarimizni ayaklarımız bilan qo'yib qo'yib kirdik. Masjidning ishiga kirdimi, hamma odam dunyodagi yana bir kim, ya amalda, ya yana bir insonlar o'tirishdiki o'rin, sharaf, martaba qanchalik olib ketsin, eshikning oldida qoladi. Masjidning ichi ayrim bir yer. Dunyoning ishlari so'zlanmas, dunyodagi insonlarning martabalari hisob bo'lmas. Ajoyib bir inchik ifoda. Oyoqlarimiz bilan dunyo ishlarimizni eshik tubida qo'yib qo'yib kirimiz. Ajoyib bir inchik ifoda. Yana bir sahobaning deganimi, hatto martaba, daraja, mansab, o'rin, jamiyatdagi o'rinlarimizni eshikning tubida qo'yib qo'yib kirimiz. Hayron qolarlik ish. Alloh bilan yolg'iz qoladigan, Alloh bilan iltijo qilishadigan bir munosabat qurilgan bu vaqtqimi boshqa ishlarni aralashtirish. Yana burunqa namazdan oldi keyindeki işlerini so'rab akirish pek ajablanarli. Chunki bu sening Alloh bilan yolg'iz qoladigan vaqting jiq emas. Farz namozlarni asos qilib hisoblasak, kunda 5 vaqtga 24 soatdan 1 soat vaqt ketmaydi. Mushu vaqtingni o'zingning ma'naviyati uchun, ruhiyating uchun, Rabbing uchun yolg'iz qilishga birinmasang, vaqtni o'ylab chiqishga to'g'ri keladi. Shunga masjid İnsanların derecesi fark etmeydiğen, dünya işi so'rab kiriladigan ya emas. Masjid insanların derecesi fark etadigan, hamma da mansabiga qarab bo'ladigan ya emas. Shunga masjidga adam nerede boşunu şurada oturdu.
kim bo'lib ketsin, kishilarning gadindan atlab o'tmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadisda to'sqan, ya'ni o'tayotgan odam kagayada o'ttasin degan shaklda. Chunki masjidga biz bandichiligimizni ko'tarib kiramiz. Bandichilik nuqtasida hammadan o'xshash. Bayning qishda namrat o'tirishi mumkin. Xo'jayin bilan uning xizmatkari bir yerda o'tirishi mumkin. Cho'nglan kichik bir yerda o'tirishi mumkin. Sen o vaqtda hech martabangni, jamiyatdagi o'rningni o'ylama. Faqat Allohning nazardagi o'rinlam hisob o masjidning ichida. Bugungi kunda aksi bo'yotida xuddi masjidda ma'lum bir o'rinni o'ziga zakaz qilib olgandek, ma'lum joy namozlar bilan yoki o'rinlar bilan egallab oladigan ishlar asla to'g'ri ish emas. Demak biz o'zimizning darajasini, martabalarini sirtda qo'yib kirgan ekanmiz masjidning ichiga. Nerede o'tirish, kimning qayerda o'tirish bizga nisbatan hech farq qilmaydi. Balki bizga bo'sh o'rin chiqqanlik yerda o'tirsak, boshqalarning ustidan atlab oldiga o'tmasa, xuddi men sening oldingda o'tirishga tegishlik degandek qilmasaqla, masjidning hurmatiga alohida diqqat qilgan bo'lamiz. Endi shu gapni asliga qaytarsak, shu masjid qiladigan itikobdan chiqdi bu gapimiz. İtikab masjidda bo'ladi, oyatning deganimizdek. Dunyoning ishlaridan hech qanday ish haqida so'zlashmaymiz. Rasululloh ta'tir duo qilgan bir odam bor-ku. Allah qaytirib bermasmi o'tib ketgan narsani deb. Biz shu babga kirib qolmaydi. Dunyo ish so'zlashib qo'yib, ishimiz ta'tiga mangmusin. Rasululloh Ramazonning oxirgi o'ldirida masjidda itikab qiladi. Ama buna deganlik masjid marka itikab qilsa bo'ldi deganlik emas. Masjid nerede olsa bo'laveradi. Ama masjid itikab qilish bu mukammal itikab. Mukammal, chunki zaman bilan, makon bilan shartlarni ado qilgan shaklda qilgan itikab bu. Boshqada qilsang ham bo'ladi, ammo asl qoidasi masjid. Andan oyatni davom qilsak, "Va la tubashiruhunna va antum aakifuna fil masajid tilka hududulloh fala taqrab." Ya'ni oyatda Alloh subhanahu va taolo biz bayatdan degandek masjidlarda itikab qilayotgan holatlarda sizlar munosabat qilsanglar bo'lmaydi. Uning o'zguchilik bir hurmati va o'zguchilik mahremiyati va qudsiyati va bu Allohning had hududi fala taqrabuha. Allohning siziqi had hudud degani chegara. Biz qizil siziq deb qo'yamiz ya, qil solmaydigan ishlarni, ya'ni qizil siziq. Bundan o'zsang olmaydi. Bu Allohningki harom qilgan ishlari, cheklamalari bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deydi, şübhilik işler, halal haramlık ini konmagan, halal mı, haram mı deydiğen işler var. Bu işler düşüp ketken adam asasen haram düşüp gitti o. Xuddi chegirada qo'yvoqqa adam bilib bilmay kirgitib qolganda tushib ketish ehtimoli eng tayin yuqori. Har qanday bir podshohning bir chegirisi var ya, bir davlatning chegirisi var ya, Allah'ның chegirisi mi? Allah'ның zimindagi Allah'ның chekilgan ishlar. Chekilgan ishlar qancha yaqinlashgan sari tushib ketish ehtimolimiz shunchalik yaqin. Dog'andikin ner turish kerak. Ini qaramlardan o keskin ner turish kerak. Shu bilik ishlardan ner. Shunga harom bobiga kelgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo ko'pincha yaqinlashmanglar deb xitob qiladi. Harom farz babida o'tib ketmanglar deb xitob qiladi. Ammo harom babida bizni yaqinlashishdan tuz. Chunki yaqinlashdikmi, tushib ketish ehtimolimiz bor. Chigirda yurgan odam ketib qoladi. Shubhalik ishlar qilgan odam asosan haromga tushib ketib qoladi. Masalan, bu nuqtada aytgan vaqtda, sen itikab qiliqliq, ayolingga favqulodda muhabbating bor. Ayoling go'zal. Ko'rsang, masalan, itikabingni buzib o'tish ehtimoling bor. Ko'rma. Demek bayat degandek yaqinlashmanglar degani mushunga o'xshagan sabablarni qilma degan gap. Haroqning o'zi harom. Agar bir odam haroqdan yengida tashladi haroqni musulmon bo'ldi, ko'sa, endi ichkisi kelib qoladigan ahvol bo'lib qolsa, yaqinlashmasligi kerak. Chunki yaqinlashish bizni u ishga tushib ketish ehtimolini bizga akab qo'yadigan gap. Shunga haromlardan saqlash uchun haramlardan ner turish kerak. Buyruqlarda o'tib ketmaslik kerak. Diqqat qilmasdan, ma'ni qil degan bo'lsa, qilmay o'tib ketmaslik kerak. Bu cheklimi bu, mana buning ahvoli bu. Haramlarda yaqinlashmaslik kerak.
Ana ayetning oxirisida kezalika yubayyinullohu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo yuqorida bayon qilgandek o'zining oyatlarini, ahkomlarini kishilarga bayon qiladi. Bularning hammasi nima uchun desa oxirisida la'allahum yattaqun. Balki ular shu orqali saqlanishi mumkin. Biz davomli tushunib ko'ryapmiz taqvo deganning ma'nosi Alloh subhanahu va taoloninki jalol sifatidan saqlanish. Ya'ni Allah'ın dövzü var. Allah özge asilik qilganlarni azaplaydı, jana azaplaydı. Mush taraflardan saqlanish. Bizni dövzə qapırdigan ishlardan saqlanish. Allah'ın g'azabiga o'qirdigan ishlardan qana qilish, saqlanish va shuning bilan birga dunyodagi mashakil, qiyinchilik, to'solg'ulardan qana qilish, saqlanish. So'ngrosin oxiratda Allah'ın g'azabi bo'lgandan boshqa asilik qilgan odam dunyoda cho'qim uchraydi. Qur'oni Karimda sura Tahoning 124-oyatda "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Alloh yo'lini o'zgargan odamning cho'qim xafalikqa uchrashganligini. Hayot g'amlarga tushidi, mashakillarga tushidiki, u Allohning yo'liga xiloflik qildi u. U Allohning diginga xiloflik qilgan odam hayotida uchurmaydi. Oxir do'simi bir uning bir nimasiga qolmay, masalan, bir odam haqqa zulm qildi, Allohning had hududini o'tdi, haromlarini qildi, ishi o'ngga tortib ketayversa, oxirgi ketsa, u bir masala chiqadi u yerdan. Bu yo'ldan chiqib ketsakmi, ajoyib boshqalarga ta'sir qilmagan taqdirda o'zi diqqat qilmaydi. Mana qilmadi dedi, qildik, harom dedi, qildik, hech şey olmadi. İşimiz o'ngga tortib ketayverdi. Bizning qilishimiz to'g'ri bo'lmasa tortib ketaveramdi. Shunga ancha-muncha masalalar paydo bo'ladi yo'lga xiloflik qilgan odamga. Allohning yo'ldan chiqqan odamning ba'zi ishlari tepiladi. Bu bir diqqat qilish uchun. Alloh subhanahu va taoloning yo'li diqqat qilinish kerak. Ya'ni bu yo'lni ching tutgan vaqtimizda shakli jihatda ba'zi jihatda kishilarning ko'zida ba'zi bir musibat ya uni uchirganda qilgan bilan dunyoning mashakillari inshaalloh Allohning izni bilan tugaydi. Allohning izni bilan tugaydi. Şoň ýerde la'allahum yattaqun degeni saqlanish uchun. Nimadan? Allohning g'azabidan va dunyodagi uchraydigan har xil to'salg'i, qiyinchilik ishlardan saqlanish uchun biz bayon qildik deyapti. Endi bu shu biz bugun nechinchi oyat? 187-oyat-ku. Buni bayon qildik. Ilgirki oyatlarga bir qaytadan nazar tashlagan vaqtlarimizda İnsan Allah tarafından ziminde yaratilgan mahluk. Zimindeki barcha şeyler insan üçün yaratılığılık. İnsanga şu narsalar oldin hazırlanıqlık ve hayat birliklik insanga. Doğanlıkin insan bu hayatını muhafazat qilish kerak. Bu hayatını. Bu noktadan mesela Sura Baqara'nınki 168-oyatda bizning oldidagi darslerimizda kelgan oyat insanga inson sifatlan xitob qilib turib yemek içmekte pakiz buluş, pak nesi yiyiş. Çünkü bu insanın hayatını saklap kalışının muhim tarifi. Mümin gemese, Müslümanlık kılamamaz. İnsan sıfatıyla hitap kıldı. Ya eyyuhannas kulu mimma fil ardi halalandı. Üzerine sakla davadı. Çünkü insan boğmasa, hayatlık devam kılmaydı. Ondan ikinci ayette, 172-oyatda, müminlerge ayrım, ya eyyuhellezine amenu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Biz sizlarga bergan pak rizqlarni ham mu'minlarga xitob qilyapti. Chunki insonningki hayot yashay olish uchun buningga pak, foydali, zararsiz uzuqi bo'lish kerak insonning vujudida. Bu masala tugudimi? Endi yana bu dunyodagi hayotlikning davomlashgandimi pokiz davomlashishi uchun avlodlarningki pakiz buluş için ayatlar oturdaki mehri, muhabbetini Allah subhanahu wa ta'ala gavdlik oturup koyuyordu. Gavdlik şekilde oturup koyuyordu. Bunun hemmisi ilgirki yemek içmek hakkındaki ayetlerge qarasak. Ondan keyin ayatlar oturdaki münasebetlerge qarasak, insanın yaşayış, hayatlıqını saqlaşı için dünyada, zeminde. Ve bunun davam qilish uchun yemek içmek meselesiga Allah subhanahu wa ta'ala alayda ko'ngil bilib pak olsun da'vatıdı. Ve insan türünün pak şekilde davam qilish uchun o'tirangdagi aloqa pak olsun da'vatıdı. İnsan o'ziga tava bo'lmagan narsadan yenmaydi.
yeyisi bo'lmaydi. İnsan faqat yemek ishligining pok bo'lishi uchun o'z igidorchiligidagi narsalarni yeydi, buni ishlatadi. Yoki igisi yo'q narsalar bor, masalan, tog'dagi o'rmonlik, jangalliklardagi narsalar, mayli yemeklik bo'lsin yoki hayvonlar bo'lsin, ovlab tutib yesa bo'ladi. Hech kimning emas. Ondan keyin shularning ichidanmi o'zining igidorchiligida bo'lsin yoki igisi yo'q narsalar bor, u narsalar bo'lsin, buni yeyishning oldida, iste'mol qilishning oldida halolmi, harommi, buni diqqat qilish kerak. Agar u boshqalarning bo'lsa, qo'lga kelgan narsa, biror odamning bo'lsa, uni o'g'lash yoki uni iste'mol qilish to'g'ri emas, masalan. Chunki ko'z oldingdagi bir dona yemeklik cho'qqum tirishqan, tirishchilik ko'rsatgan, sa'iy qilgan bir emgakning mevasi u. Bu meva uchun, bu qo'lingdagi hozir bu ne'mat uchun chapqan kishilarning emgakiga, chiqargan kuchiga sen hurmat qilishing kerak. Akaplar uchib ketayotgan kapta yoki mengib ketayotgan qo'yni bir narsa bo'g'izlab yesang, bo'lmaydi, chunki bu qo'yni boqqan odam bor, bu kaptani boqqan odam bor, buning uchun kuch chiqargan odam bor. Bakan yedim degan olmaydi, chunki u haq uning kuch chiqadi. Mujnunga o'xshagan shaklda er-ayol o'rtasidagi munosabatmi? Er va ayol degan bir nizom orqali intizomlashishi kerak. Intizomlashishi kerak. U sen haqning mol-mulkini yeyaversan. Intizomlashmagan shaklda oldinga kelgan xushurg'onlik bilan o'zingning shaxsiy havasini qondirib birisi zamindagi hayot nizomi buziladi. Mayli yemek-ichmek, mulkiyat, iqtisod masalasi bo'lsin. Ondan keyin avlodlarning, sog'lom avlodlarningki davomlashishdan iborat bu sistem buzildiganligini masala chiqadi. Esingda bo'lsin, mayli yemek-ichmek, mol-mulk masalasi bo'lsin. Mayli er-ayol o'tiradigan masalasi bo'lsin, sening harakating boshqalarning harakati bilan moslashish kerak. Chunki sen boshqalarning yemekligini, boshqalarning mol-mulkiga ko'z solib shuni yeginingda sallam qilmaysan uni, sen boshqalarni seninkini yeydi. Sen boshqalarning izzat, obro'y, sharafiga dastsiginingda boshqalarni seninkiga dasaydi. Qanday shaklda olsun, ilgari olsun, keyin olsun, cho'qim yuz beradi. Bu yerda qilgan har bir ishing, noto'g'ri bo'lgan ishing o'zingga qaytadi. Alloh subhanahu va taolo zaminni girasimon yaratgan. Dehqon urug' soladi. Mush urug'ni solish uchun shu urug' soladigan, uskun yasaydigan odamga ehtiyojliq. Uni sug'uradigan uskunlarga ehtiyojliq. Buni sug'uradigan, shu uskunlarni yasaydigan odam, uni o'g'itadigan odamga ehtiyojliq. Xom moddaga ehtiyojliq. Mushta zanjirsimon shaklda olib borsak, hamma odamning harakati bir-biriga ehtiyojliq. Hamma odam boshqalarga tajovuz qilmagan shaklda, boshqalarning mulkiyatiga ko'z tashlamagan shaklda, o'zining egilik doirasi shaklda harakat qilsa, intizom saqlanadi. Mayli er-ayol o'tiridagi izzat, sharaf masalasi olsun, mol-mulk masalasi olsun, buning intizomi saqlanadi. Hayot normal davom qiladi. Allohning iroda qildig'ini insondan, Allohning inson talab qildig'ini bu. Shunga ilgari o'tgan bir necha darslarda insonning, mu'minning yemek-ichmek masalasining pok bo'lishi, pokiz bo'lishi, sof bo'lishi, er-ayol o'tiridagi mehr muhabbat aloqasining shaklining bizga bayon qilinishi va buning bo'ladigan, bo'lmaydigan cheklamalari, masalan, bularning hammaning bayon qilinishi dunyo hayotining intizomini muqimlash, muntizimlash, buzilishning oldini olish. Bugungi darsimiz bu yerda to'xtaydi. Ya'ni bugun darsning oxirida so'zlagan ba'zi mazmunlarga munosabatlik oyatlar kelar soatlik darsimizda keladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.